Assalomu alaykum hammaga. Hozir Moyqo'rg'ondagi obyektimizga kelganmiz. Bu yerda santexnika ishlari ketyapti. Sifatli ishlarimiz bilan sizni tanishtirib boramiz. Uyimiz 650 kvadrat metr, shundan 200 kvadrat metriga skachkamiz nol olingan, to'pli bo'lish uchun tayyor. Hozir turgan joyimiz oshxona. Oshxonaga bir qavat sintifon solganmiz, isetka solganmiz. Bir qavat solganimizning sababi tagida podvolimiz bor. Podvolimizda isitish tizimi bor. Ko'prik polimiz bu yerda oshxonada devordan 70 sm qochiriladi. Sababi proyektimizda kukunli mebel berilgan. Bu kollektor bo'ladi. Mana shu orqali xonani haroratini boshqaramiz. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Nimaga bu yerda ham sintifon ham penefloy? Sizlarning savolingizga javob. Biz bu hozir turgan joyimiz ikkinchi etaj, pastimizda darvozaxona. Qish kunida sovuq havoni beton o'ziga tortganligi uchun ko'prik polimizni kuchini kesmasligi uchun penefloy solganmiz. Kanalizatsiyalarimiz uchun Rossiyaning sifatli mahsulotini tanladik. Ataplenamiz uchun Pilsen nomerali. Kanalizatsiyalarimizni shovqin chiqarmaslik uchun shuni izolyatsiya qilish shart. Uyimizning isitish qismini podvolga joylashtirdik. Mana bu katel bo'ladi. Katelimizning sistemalarini yig'ishdan oldin kafil qilib oldik. Sababi ham sifat ham chiroyli chiqadi. Bizning xursand bo'lganlar sizlar bilan yaqin